Milliy gvardiya muhim davlat obyektlarini qo'riqlash boshqarmasi xizmatga nomzodlarni tanlov asosida ishga taklif etadi. Nomzodlarning yosh chegarasi 18 yoshdan 30 yoshgacha. Bo'y ko'rsatkichi erkaklar 180 cm dan, ayollar esa 175 cm dan past bo'lmasligi kerak. Tanlov jarayonida jismoniy tayyorgarlik sinovlari o'tkaziladi. Erkaklar 3 km va 100 metrga yugurish hamda turnikda tortilish mashqlarini bajaradilar. Ayollar esa 1 km va 100 metrga yugurish hamda kuch ishlatish mashqlarini bajaradilar. Tanlovda ishtirok etish uchun pasport, shahodatnoma yoki diplom hamda harbiy guvohnoma talab etiladi. Hujjatlar Milliy gvardiya muhim davlat obyektlarini qo'riqlash boshqarmasi kadrlar bo'limida qabul qilinadi. Manzil: Toshkent shahar, Yakkasaroy tumani, Yunus Rajabiy ko'chasi, 66/5-uy. Mo'ljal: Kosmonavtlar metro bekati. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz yoki izohlarda qoldirishingiz mumkin. Bizga obuna bo'lishni unutmang va eng so'nggi yangiliklardan doimo xabardor bo'ling.